Ushbu videoda siz itning boshiga qon va kislorod yuborilayotganini va bu uni hayotga qaytarayotganini ko'rmoqdasiz. O'zi umuman olganda itning bosh qismi tanasidan ayro holda yashashi mumkinmi? Nazariy jihatdan ha. Itning boshi umuman sut emizuvchi hayvonlarning boshi davomiy va to'g'ri kislorodga boyitilgan qon bilan ta'minlab turilganda, aytaylik sun'iy yurak bilan qisqa muddat tirik holda turishi mumkin va buni isbotlamoqchi bo'lganlar ham tarixda topiladi. Masalan, 1920-yillarda sovet olimi Sergey Buxonenko yurak va o'pka mashinasini avtojaktorni ixtiro qildi. Bu qurilma sun'iy qon aylanishini ta'minlab, organlarni tanadan tashqariga qisqa muddat davomida faoliyatda ushlab turish imkonini bergan. Buxonenko 1925-yilda Moskva shahrida bo'lib o'tgan 2-Rossiya patologlar kongressida avtojaktorni namoyish etdi. Ushbu qurilma yordamida itning boshi tanasidan ajratilgan holda 1 soat 40 daqiqa tirik saqlanib, tashqi ta'sirlarga javob bergan. U tovushga javob reaksiyasini bergan, ko'zini pirpiratgan va hatto burnini yalagan. Itning bosh qismi tanasiz qisqa vaqt mobaynida yashay oladi, ammo uzoq muddat tiriklik yo ong holati hozirgi texnologiyalar bilan imkonsiz. Tana gormonlar, immunitet, chiqindilarni chiqarish kabi juda ko'p hayotiy funksiyalar uchun zarur. Shunday ekan, itning bosh qismi tanasidan ayro holda yashay oladimi degan savolga qisqa javob bu yo'q. Hozircha. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosishni va komment yozishni unutmang.